yetmayaptimi? Ha? Kuching yetmayaptimi? Shuni changini aritishga. Yo, yetadi ayjon. Yaxshilab art. Men bozorga ketyapman. Bichuvchining oldiga. Hisob-kitob qilib, tikiladigan ko'ylaklarni olib kelaman. Xo'sh, kelganimcha hamma yoq chinni chiroqdek bo'lsin, kelib bitta hammasini tekshirib olaman. Ancha bo'ldi bu yerlar yuvilmaganiga. Keyin ikkoving ham tikishga tushasan. Mana bu yerlarda ilvizaklarni ko'ryapsanmi? Xo'p, Artib ol hammasini. Xo'p. Yaxshi boring. Ishla, chaqqon. Yaxshi boring. Oyjon, o'zi shunaqalarda ozodalikni rosa yaxshi ko'radilar. Ha, Qishin yozin ozodalikni talab qiladilar. Shunga doim tozalab beraman. Siz ham o'rganib ketasiz. xudo xohlasin. Voy jinursin. Paket esdan chiqibdi-yu. Shunaqa. Mana qoling. Tushunmadim. Meni orqamdan kulishyaptimi? Men haqimda gapiryapti-ku bular. Ikkita ilon. Oyog'im ostonadan xatlamasdan meni chaynashga tushdilaringmi? Yo'q, oyjon, unaqa emas. O'z quloqlarim bilan eshitdim. Men haqimda gapiryatuvdilaring. Xo'sh, orqamdan kuldilaringmi? Eshikni yopib, kim qulfladi eshikni? Orqamdan. Men bilmasdan qulflab qo'yibman. Qarang. Yegan kaltaging seni hali aqlingni kiritmabdi-da. Aytdim-ku. Ko'proq ishla, kamroq gapir, ko'proq ishla, kamroq ovqat ye, ko'proq spor, kamroq ovqat ye. Necha marta aytganman senga? Necha marta? Kechiring, oyjon, kechiring. Fazilat, agar sen ham mana shunga o'xshagan bo'lsang, seni ham boshingda mana shunday kaltaklar sinadi. Tushundingmi gapimni? Tushundim. Ishla tez. Ishla deyapman senga. Xo'p, oyjon.